Ana u qo'rqoq chempionlaring meni ko'rmasin deb bitta xonada yashirinyapti. Bu qanaqangi chempion? U yana bir marta qo'rqoqligini ko'rsatdi. Hali ko'ramiz. U shunchaki jin urgur chempion. Bu gaplarni eshitgan Ankalayev Pereiraning yoniga keladi. Nega unaqa deding? Mana men shu yerdaman. Nima xohlaganding? Nima deyotganingni tushunmayapman. Ha? Men seni tushunmayapman. Sen meni ko'rishni istaganmiding? Mana men shu yerdaman. Meni yashirinyapti degan ekansan. Nega men yashirinishim kerak? Marhamat, xohlagan payting, qanday xohlasang shunday gaplashib olamiz. Menga farqi yo'q. Biz professionallarmiz. Men seni hurmat qilaman. Lekin 4-oktyabrda yuzingni bejab qo'yaman va shapatdan yeysan. Hozir bu gaplaringni havoga uchirishdan foyda yo'q. 4-oktyabrda oktagonda hal qilamiz. Ey, bo'ldi. No shama. 4-oktyabrda hammasini hal qilamiz. Nima dedi? Nima deb ketdi? Pereira omadli jangchi. Adesanyaga qarshi jangda ham uni gong qutqarib qolgan, men bilan jangda ham ikkinchi raundda uni gong qutqarib qolgan edi. Hech qisi yo'q. Oldindagi jangda men uning boshi uchun ov qilaman.